Assalomu alaykum. Redmi 12C keldida. Suvga tushgan. Qilmagan ishim qolmadi. Hamma narsa qilib ko'rdim. Telefon yoqasiz tashavoradi. Zaryadkaga qo'yganingizda перезагрузка bo'lib turaveradi avtomat. Yonib o'chib. Prosessor ko'tardim, kontrolga, pamyat hammasini ko'tarib qo'ydim. Yana ishlamadi. Prashib ko'rdim, baribir yana ishlamadi. Oxiri mana shu dreslichadan chiqdi. Mana shu qarshilik tagi chirib, oyoqchasi uzilib qolgan ekan. Mana. Qilmagan ishim qolmadi. Oxiri mana shu qarshilikdan chiqdi. Mana shu qarshilik. Tagi oyoqchasi uzilib qolar ekanda. Telefon yonmay shunaqa bo'lib qolar ekan.